Ha, yana chang va idish tovoqli to'la oshxonamni ko'rishga xush kelibsizlar. Bugun juma kun va yana mani ish kunlarimdan biri. Bugun hamma ishlarimni bitirib olishga harakat qildim. Ertaga ma'lumingiz uzra shanba va bog'cha yo'q. Shuning uchun ertaga ham ish qilib yurmasligim uchun bugun hamma ishlarimni bitirib qo'yishga harakat qildim. Ertaga ko'proq bolalar bilan vaqt o'tkazish uchun. 2 kun dam kunda qizim uy ichiga sig'maydi. Shuning uchun ertalab qullasib ketmasdan ko'chaga aylantirishga olib chiqishni plan qildim. Shuning uchun bugun hamma ishlarni qilib qo'ydim. Xayolim uyda qolib ishlarni qilishim kerak deb o'ylab yurmasligim uchun. Hafta kunlarimni shunaqa bo'lib olganman. Ko'pincha shanba otdi hamma dam olganda men ham o'zimga dam e'lon qilganman. Chunki hamma uyda kunda bir joydan yig'siz, bir joydan yoyiladi. Shuning uchun asablarni asragan holatda o'sha kunlari ish qilmaslikka harakat qilaman. O'zi shundoq ham bizaga ham dushanbadan jumagacha ish. Shanba oddiqdan musiya opmizda. Nima dedinglar kelinlar? Video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yishni unutmanglar.